Assalomu alaykum hurmatlilar. Ayollarda urologik muammolardan eng ko'p uchraydigan bittasi bu peshob tuta olmaslik. Peshob tuta olmaslikning har xil turlari bor. Uning sabablari ham har xil, lekin oxirgi nuqtasi, oxirgi natijasi bu bitta, ya'ni beixtiyor siydik chiqib ketishi. Tuta olmaslikning har xil turlari har xil usullardan davolanadi. Misol uchun urgen siydik tuta olmaslikka medikamentoz terapiya buyuriladi. Ya'ni maxsus o'zining dorilari bor. Emxolina blokatorlar gruppasiga kiradigan dori vositalar buyuriladi. Zo'riqishda siydik tuta olmaslik bo'lsa, bu dorilardan hech qanaqa foyda bo'lmaydi bunaqa turda. Bunda xirurgik amaliyot zarur bo'ladi. Ya'ni bemorlarni operatsiya usulida davolash kerak bo'ladi. Aralash siydik tuta olmaslikda esa qaysi turi ko'proq bezovta qilayotgan bo'lsa, shu turini davolashdan boshlashimiz mumkin. Yoki agar bemor operatsiya qilishdan o'zini ozgina kechiktirib bosh tortib turadigan bo'lsa, unda boshida konservativ terapiya buyurib, keyinchalik effektiga, natijaga qarab xirurgik davolashni olib borishimiz mumkin. Agar sizni yoki biron bir yaqinlaringizni siydik tuta olmaslik muammosi bezovta qilayotgan bo'lsa, bexijolat, uyalmasdan Dr. Baboyev Health Center'ga urolog maslahatiga murojaat qilishingiz mumkin. Bizning jamoamiz sizga yordam berishga tayyor.